Misqollab yig'ilgan obunachilarga foydali kontent ulashishda to'xtamaydigan Eshuvchi Murodjon jamoasi bir zo'r joyga kelganmiz. Qanaqa joy to'g'risida o'zingizlar ko'rasizlar mana hozir. Assalomu alaykum. Nodir aka, sog'liqlaringiz yaxshimi aka, charchamayapsizmi? Rossiyadan yaxshi kelib oldingizmi? Xudoga shukr. Mendan ko'p so'rardinglar, shablon, freza, hamma narsani mana shu Nodir akamdan, okamni o'zlaridan olib sizlarga berardik-da. Hozir mana o'zlari Rossiyadan keldilar va naliknida bor narsalarini sizlarga obzor qilib beraman. Albatta, profilimizning tagiga Nodir akamning o'zlarining shaxsiy nomerlarini yozib qo'yamiz. O'sha nomer bo'yicha telefon qilib, meni nomimdan kelsanglar, chiroyli qilib skidkalar qilib beradilar. Endi naliknida bor narsalarni birma-bir sizlar bilan tanishtiramiz. Olib keling kamerani yaqinroq. Farid Kamol bez mikropor shabloni. Mana shu shablondan Namanganga ham chiqarib berganmiz. Hozir Farid Kamol Pro versiyasi, mana yangi chiqqan versiyasi juda ham bir o'zgacha chiqqan ekan, chiroyli, mustahkam bo'lgan. Farid Kamol Sama Center, ya'ni zamoklarni hamma tomonlarini ochib beradigan shablonimiz. Endi xuddi shu shablonlarimizni Dur Profiniki bor. Mana Dur Profi bez mikropori, buni ham ko'rinishi, ishlashi, vazifasi bir xil. Dur Profini Sama Center shabloni. Bu shablonni ham ko'rasizlar, instruksiyalari o'zi bilan birga ekan va Toshkentga tushadigan vystavkalarini hammasini mana Nodir akamning o'zlari yasattirib, cho'tka qilib olib kelib qo'yibdilar. Farid Kamol shablon teleskop deydi buni. Ko'rayotganingizda 2,5 metr uzunlikda qilib qo'yganmiz. Ochib tayyor qilib qo'ydik bu narsalarni. Bu faneralisi, bu plastmassalisi. Ish bajarishi bir xil ishni bajaradi. Ko'p obunachilarimiz mana shu Makita litsevoy frezani so'rashardi va buni qaranglar, yangi bo'lib turibdi, hali bir marta ham ishlatilmagan. Nalichida mana Nodir akamning o'zlarida turibdi. Har doim o'zini brendi bilan mashhur bo'lgan Kraft instruksiyalari, shablonlarga moslashda, konduktor, lineykalar, xullas hamma narsalarni Nodir akamning o'zlari mana olib kelib tayyor qilib qo'yibdilar. Pastga nomer yozib qoldiramiz. Mana Nodir akamning o'zlariga aloqaga chiqib, bemalol Eshuvchi Murodjonning nomidan deb telefon qilsanglar, hamma narsasini kelishtirib qilib berasiz Nodir aka, to'g'rimi? Hop, mana shablonlarimizga tushadigan kalso asosan bizga kerakli bo'ladigan 16, 20, 32. kalsolar hammasi bor. Bor, hammasi bor. Hammasi bor. Vystavkalarini tayyorlatib qo'ygan ekansiz, tayyor. Sama Centerlarnikini. Sama Centernikini tayyorlab qo'yganmiz, bularga ham tayyorlab qo'yganmiz. Bularga ham tayyorlab. Mabodo ichida chiqmasa, ularni ham qilib beramiz. Muammosi yo'q. O'zligiga mos keladigan razmeri ichsa, muammo yo'q, tayyorlab to'g'rilab beramiz. Razmerlari har xil bo'ladi. Hozir har kuniga har xil zamoklar chiqib yotibdi-da. O'shanga yerda razmerlar o'zgaradi, o'sha razmerga mos qilib yasab beramiz, xudo xolisa. Biznes o'zini yo'liga aka. Rossiyada ishla qalay. Yaxshi, xudo. Bizani qachon olib ketasiz? Yo'q, yerda yaxshi o'zi ishlash, yerda ishlaverish kerak. Hozir sezon menimcha to'xtadi Rossiyada, shunaqami? To'xtadi. Ko'ryapsizlarmi mana Toshkentga Farid Kamol shablonlarini yetkazib beradigan odam shu. Hamma ishuvchilar kim sotayotgan bo'lsa ham mana shu odamning o'zidan olib sotishadi. Birinchi qo'l aytganimdek. Dilerman ham anaqa o'zim olib kelib magazinlarga ham tarqataman. Kimdir sexaviklarga bu narsa juda ham kerak. Sababi nima deydi? O'zlari o'sha sexda bemalol zamoklarini ochib, petlarni ochib, ustanovkaga chiqarib yuborishaveradi, kraskalangan holda. Keyin ustanovka ham juda ham oson, ham tez bitadi. Albatta endi sextiga 20,000-25 ming dollarlik stanoklarni ishini qilmasa ham bitta odam bemalol ma'lum bir vaqt ichida rushnoy frezadan ko'ra tezroq qilib beradigan mahsulotlar bilan ta'minlab turadilar. Pastga nomer yozib qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqasizlar. Eshuvchi Murodjon har doim xizmatida. Sog' bo'ling.